ketken günlermi keldi. Sabitning mangdigan vaqti bo'lgan edi. Mening o'tinishim bilan oxirgi oqshom menga qo'noq bo'ladigan. Saharda o'zim yo'lga sap qo'ydigan bo'ldim. Uni aeroplanda ketishga shuncha zo'rlagan bo'lsam-mu, unimidi. U bir tarafdan qarasa bakmu xiyolparast, romantik hislarga boy odam edi. U yo'l bo'yi ilgari mang'an ashu yo'llarni qayta menish orqali aslimalarni cho'qchilab, yuragida qayta davolg'ish qo'zg'atishni, qayta hayajonga kelishni bakmu xohlaydi. Bir qayta mahbus sifatida butun musofirni ko'shik karvida bosgan. Keyin yana yarim musofirni kuchadin, yana mahbus sifatida mashina bilan bosgan. 3-chi qatimda bo'lsa qochoq sifatida u yoqqa, 4-chi qatimda yana tutqun bo'lib bu yoqqa mang'an edi. Bu yo'lda uning talay astirliklari bo'lg'ashqa, shu chaqdagi hislarini qayta boshdan kechirish, uningga tragik lazzat baxsh etsa kerak deb o'yladim. Akşamı bek keç yattık. Çünkü ahırkı akşam boğaşqa deyişip aladigan nurgun sözümüz badek qılatdı. Amma əfsus ki, heç bir mükemmel tema yoxdek mi qılatdı. Rastını aytqanda, bu qimmatlik vaqtni gepimiz qo'llashmasdan o'tkazib atdiq desam bo'ladi. Nemidir tilimizni qisatdi, nemidir bizni azaplaydi. Sözleşidigan nurgun söz bar deganga har ikkimiz qat'iy ishongan holda tuzuk bir temada gaplashamidik. Bu odam yaqinda tabarruf bo'lib qoladi. Mana shu chaqda pushaymonga qilishim aniq edi. Voy isit, mani so'rayapsamchu. Voy isit, u qandoq bo'g'iydi deganda ko'rmang savolim bo'lishini oldin mo'ljarlay oldim. Ammo tilimga hech nima kelmaydi. İnsanlarning rangiga qarab mengsini o'qiydi deb tanqisi bo'ladigan bu odam mening tittiqimning sababini pamitib, o'zingizni qiynamang. Baribir aqlingizga bir nima kelmaydi. Keyin har esingizga kechgan masalani vaqti-vaqtida yozib qo'ying. Ondan bir kunlari nasib bo'lsa ziyoratga borsiz. Bo'lmasa pochtadan yoki bolalardan avatasiz, dedi. Shundala bir oz yeniklab qoldim. Gap qo'lashmadi desakmi, tag'din bag'din parang qilib, tun nisbidan o'tganda ondan uxlashga yotdik. Shuningga qaramay, bek saharda turib ketdik. Sabit namoz bomdodga bek sahar turadi. Menmi uningga ergashdim. Uning imomligida ikkimiz birlikda namoz o'qidik. Shunchalik hayajonlandimki, balki bu namozim hayotimda eng ixlos bilan o'qigan namozim bo'lsa kerak. Qalbimga bir ma'naviy ishonch past to'lgandek tuyg'uda bo'ldim. Tangdoshsiz bir tayanchim bordek, o'zimni boy bir ma'naviyat ichida, xuddi tatliq suvdagi bilijonlardek uzayotgan tariqada his qildim. Tunchi qatim musulmonligimdan to'liq iftixor, to'liq baxtiyorlik his qildim. Bu chaqdagi tuyg'ularimni qanchalik kuchsam to'liq ifodalab bera olmayman. Balkim shuning uchun bo'lsa kerak. Efendimni avtobusga selivatgandan keyin o'zimni yetim his qilishga, cheksiz bayavonda yolg'iz qolgan qo'zidek his qilishga boshladim. Sabit efendi his tuyg'ularimni biladi. Yo'lda men saharki tuyg'ularimni tasvirlab bergan edim. U buningdan bek xush bo'lgan edi. Endi o'msi chiroyimga qarabla u mening o'zimni yetim his qilishga boshlaganimni tuydi. Shunga u avtobus derazasidan Atdiganda his qilgan cheksiz qudratli yo'lanchigingizni o'ylang. O yo'lanchik har qachon sizning yoningizda. O'tkinchi narsalarga ortiqcha ko'ngil bersangiz, o qudratga shak tushirgan bo'lasiz. Qaytadan o'zingizga kelishning yaxshi yo'li. Uyga qaytib berib, 2 rakat nafl namoz o'qing. Yana shu qudrat tarafidan desteklanayotgandek ruhingiz kuchayib qoladi, dedi. Shundaq bo'lsa-mu, avtobus mengib ketishi hamon ko'z yashimni tutamadim. Milyon nüfusluq Urumchida yolg'iz qolgandek edim. Uning o'rnini boshqa maxluq to'ldira olamdi. Xuddi uning degandek faqat Xoliqla, yaratquchi Allohla menga kifoya ediki, boshqasi o'tkinchi edi. Yuragimni iskanjaga ilib olgan kuchlik seg'inch va yolg'izlik hissini yengish uchun uning degandek 2 rakat namoz o'qib Allohga seg'indim. Aldırmay uzoq o'qidim. Zikr tasbihdan keyin o'rnimdan turganimda shunchalik yeniklab qoldimki, tumanlashib ketgandek bo'lib, hech narsani tafakkur qila olmayotgan kallamga darhol savollar yig'ishga boshladi.
Dərhal qağaz qaləm elib, Sabit əpəndidən soruşum kerak bolğan bu suallarni yezib aldım. Əmdi əslimini rədləş üçün barlıq bika vaqtimni sərf qıldım. Rədləş jarayonida boşluq his qılğan məsələlərni Sabitdən soraş üçün yezib durdum. Keyinki tətildə bu suallarni kichik Sabitdən onunğa yolladım. Cavab aldım. Amma suallarim tex tügəməydi. İkinci tətildə yana onlab sualımni yezib kichik Sabitqa berməkçi bolğanımda көңілсіз bir xəbərini aytdı. Sabit əpəndi jangalğa ketib qaytıb gəlməptimish. Nurgun gəplərim көңlümdə qaldı. Nurgun soraydiganlarımı javabsız qalğan idi. Əslində Sabitning nəvriləri bilan billala atışqa barmaqçı bolğan idim. Әмма xizmat ishi mening darhol mengishimga imkon bermagachga ta'tildan keyinga to'g'ri keldi. Bu chog'da xizmat aralash boradigan bir yo'l chiqdi. Meni Xotanga avatmoqchi bo'lishgan edi. Bu fursatda yo'l ustida otishga kirib o'tishni ko'nglimga pukdim. Sabitning navrilari bilan uchrashamedim. Mengvatqanimda ular texi qaytib kelmagan edi. Otishga borganimda ular ketgan ekan. Sabitning yutib ketishidek bu ajoyib ish butun yurtni qayg'uga cho'mdirgan edi. Abiddan hatto dadasini yo'qotib qo'yguniga chidamay og'rib qolgan ekan. Men Ablahning boshlashi bilan jangalga bordim. Bovayning kapsining bir tarafi o'rilib ketgandek qiladi. Uni yurtmu, o'zining chavirlarimi tashlab etgandek qiladi. Kəpining doqmushidan qayrilishimiz bilanla kömüsəmmi to'la anglab, odati to'la kelgandek bo'lib qolgan bu makonda Shatotining qarshi elishini anglaydiganligimni biletdim. Ammo qog'ining qaqildishiga o'xshamaydigan, Shatotining sayrashiga hech o'xshamaydigan bir ovoz ikki qatim takrorlanib edi. Ovozni izlab ko'zimni tez-tez atrofga yugurtib, bir tarafi tamoman o'rilib ketgan Oqtaxonning o'y tarafdagi temaga ilishib qiysiib turgan, hagina ishikining chirib ketgan ishik beshida o'ltirgan Shatutini ko'rdim. Uning boshlarining paylari tamoman to'zib ketgan edi. Ablaq uning ovoziga tarjimonlik qilib, "İlyas keldi", da'vatidi, bichora. dedi öksüşkə o'xshab ketadigan ovozda. Tasavvur ekranimizda o'rni aniq bo'lgan qeri to'g'raq bo'lishga tegishli yerda yo'g'on bir o'rak bor bo'lib, buni to'g'raqning yıldızını ko'lash uchun atrat a'zolarining paydo qilganligini qiyos qilish tas emas edi. O'rakning cho'risida yıldızdan chiqqan yangi notalar baraqsan o'sib turadi. Bu hal ko'nglimga pallida bir yo'ruqliq baxsh etgandek qildi-yu, oqidan bu yerning egisizligi, qaranchiqi yo'q notalarni malvaranning yeb ketadiganligini ko'z oldimga keltirib, yana g'ash bo'lib qoldim. Bu vayni xuddi bir g'orning ichida Farhodga muloqot bo'lgan Soqratdek g'alit tuyulgan bu vayni oxir ko'rishga nisb bo'layotdi. Afsuski, uning teman chog'larida emas, tamoman holsizlanib yiqilgan chig'ida. Bovayning mavjudligi bir rivoyat emas, reallik edi. Ammo tirikmi, o'likmi, bilgili bo'lmas holatda o'rinda yotadi. U yotgan supining bir chetida puchuq tovoqda suv turadi. Suga chivin va qumuzg'iga o'xshash ushshaq hasharotlar o'lishib ketgan edi. Bu holat xuddi kommunist filmlarda qorong'u zulmatlik o'tmish koni jamiyat deb tasvirlanadigan ko'rinishlarga o'xshaydi. Bovay bilan hallashganimizdan keyin u zaif ovozi bilan kuchinib turib, o'zining besh tarafini ko'rsatdi. Manga qaraganda uni obdaroq tushundigan Ablaq uning yostiqni bir oz ko'tarib, bir bo'g'jimini oldi. "Bu Sabitning sizga omonati", dedi u injiqlab turib. Men asta avaylab tugunchakni yechdim. İçidən Milliy armiya jangchisining bir qur kiyimi chiqdi. Bunimi ko'rmay turib yada bo'lib ketgan narsa bo'lg'ashqa darhol bildim. Ham uning orasida ikki parcha rasm borligini biletdim. Kiyimning qetiga qo'limni tiqdim. Rasmlarni oldim. Bovayning kapsidagi g'uva yo'riqda jangchining yuzi qorong'ulik ichidan oranli ko'rinib turadi. O'chib ketayli deb qolgan bu rasm ilgiriki sung'i yeridan yerilib ketay deb qolgan edi. Yana birida yosh bir qizning tipik Uyg'ur go'zaliga xos ko'zlari kulimsirab qarab turadi.
Formaning ko'ksidagi bahodirlik ordenini ko'rganimda qalbimni bir iftixor hissi larzaga soldi. Demak, o'z armiyamizning bir yaldamisi edi. Tugunchak ichidan yana bir chaplangan konvert chiqdi. Uning ichida Sabitning xati borligini darhol faraz qildim. Xat shundoq yozilgan edi. Inim İlyas. Matqosimning omonatini o'z qo'lim bilan oilasiga berolmay qoldim. Sizga havola qilaman. Yana 4 parcha kitobning originalini navrilarimdan berib etdim. Shulardan elib ko'rib beqing. Agar nashr qilishda qiyinchilik bo'lmasa, siz elib nashrga bering. Hozircha jahonning ahvoli yar bermagudek bo'lsa, navrilarimni tutib Chunki ularda turishi qandoshlik nuqtasidan tushundirgili bo'ladigan ish bo'lg'achqa, bir kelishmaslik bo'lgan taqdirda qo'g'dinishga qolay. Sizda tursa bilasiz. Avlarning nim munosabating, nemish qilsang bundaq bir narsani omonat qildi. Sen bilan qandoq til beriktirgan deydigan sonsiz savollarni so'rab balog'a tiqishini bilasiz. Yani keyingi bir chaqlarda sharoit yer bersa, urinib baqsangiz bo'ladi. Navrilarimga tüpki Uyg'urlik mezonlari, hatto musulmonlik mezonlari haqida darsim tamomlanmagan edi. Ularni mening izimga keltirishni sizga topshirdim. Bu xatimning keyingi bir zamonlarda sizga pishgal keltirmaslik uchun o'qib bo'pla yo'q qilib eting. Alloh sizni niyat qilgan jimiki xayrlik ishlarga muvaffaq qilsin. Amin. Yeshimni tutamadim. Ablahmu Sabitga bak amroq bo'g'ashqa, mening ko'zimga qarab o'ksib etdi. Ikkimiz bovayning suyini yengushlab berdik. Uning boshqa ehtiyojlarini so'radik. U hech narsa talab qilmaydi. Uni shu holda tashlab ketish naqadar nomardlik, naqadar mumkinsizdek bo'lsa-mu, ketmay turaverishimizmi mumkin emas edi. Men Ablaqqa qaytishda yana keladiganligimni, shu anda Xotanga boradigan ishim borligini aytdim. Abidinni oxirgi qaytim ziyorat qildim. Uning kesili xili og'irdek qiladi. Men yana kelaman deb u yerdan chiqdim. Xotanga kelganimda bu yerdagi yig'inim boshlanishga yana bir kun vaqt bor edi. Mehmonxonaga tizimga oldirib qo'yib, yig'indan burun Keriyaga berib kelishga niyat qildim. Bir taksichini döndir so'zlashib, bodi keldi uchun yolladim-da, Keriyaning Quvurg'a degan kichikgina mahallasiga yurib ketdim. Quvurg'aga tushdan keyinroq yetib kelgan edik. Peshimga mahalla masjidiga kirdim. Namazdan keyin jamoatdan Matqosimning uyini so'radim. Uning uyi kerakmi? Uydagilar kerakmi? deb so'rdi ular. Ularga hatto bu Matqosimning kimligini tushuntirishmi osonga tushmadi. Chunki bu bola 40-yillarda uydan ketgan bo'lg'achqa, kishilarning ko'pi uni bilmaydi. Bak ko'p tushuntirishlardan keyin anglagan yurtdoshlar mendan ana shunday g'alati savolni so'ragan edi. Bakmi hayron bo'ldim, ham achchiqim keldi. Bu yerda birining uyi menga nimaga kerak bo'la? Uydagilardan birarini izlayman, dedim achchiqlab. Ular yeziliqlarga xos hammaga chepilish odati bilan nima qiladiganligimni, mening kim bo'ladiganligimni so'rab ketishdi. Men yerimdagi tugunchakni chiqarib ularga ko'rsatdim. Matqosim milliy armiya jangchisi bo'lgan, keyin turmada o'lib ketdi. Bu uning tabarruk omonati edi, dedim harbiy formani elib ularga ko'rsatgach. Chapanning ko'ksiga qadalgan bahodirlik ordeni chaqnab turadi. Ondan rasmni ko'rsa balkim cho'nglar tunibmi qolar deb ilib-edim. Rasmda bir qorong'ulik ichida zaif pilildab turgan bir jup ko'zdan boshqa hech nima ko'rinmas bo'lgan edi. Rasm shunchalik o'chik tursa, kim uni taniy oladi? Yana bir rasm ularni qiziqtirdi. Bu kim bo'ladi? Xotinimi? deb so'rashdi. Yo'q, loyiq edi. Ammo to'y qilishga texi ulgurmagan edi. Voy istay, dedi ular birdek hasrat chekib. Ondan bovaylardan biri yoshlardan biriga tapilib. Herib kelgan yo'lovchini gapga tutavermayli. Menga siz Matniyozning uyiga olib ko'ksitib keling, dedi. Baduq. Uyda uzun zamondan beri odam o'ltirgandek qilmaydi. Mening ta'jjub bilan beqishimga javoban yo'l boshlagan yigit.
Bu uydagilarning cho'nglarini biz bilmaymiz. Buruni tugab ketibdikan. Ballardan birisi Ayna, sizlar degan Matqosim shukan. Uning ikki singlisi ochachiliq yillarida o'lib ketibdikan. Bir inisi beydi uzoq yillari jahon bir oz yumshaganda pul tepib kelaman deb yurtdan chiqib ketgancha hech yerda derigi yo'q. O'likmi, tirikmi, hech kim bilmaydi. Bir rivoyatda chetgacha ketganmish, Saudiyada damdo, Turkiyada damdo ish qilib gapchiq, dedi. Ni armonlar bilan dunyodan o'tgan milliy armiya jangchisining tavarrukini topshirib og'dek odam yo'q edi. Bu hal menga shunchalik ha keldiki, cho'llikning o'ttirdagi bu kichikkina bo'stonliq ko'z oldimdan g'oyib bo'lib ketdi. Ko'zlarim qorong'ulashib, janub tarafdagi oshu qoqas qorong'u tog' go'yo gugum qo'yniga petib ketayotgandek ko'rindi. Tugunchakni qaytadan tugib, taksichiga Xotan shahriga qaytishni buyurdim. Yo'l bo'yi Taklimakonning janubiy etikidagi qog'jiroq yo'l bo'ylariga, kelkun latqilari tingan o'ymonlarning qog'jirgan yeriqlarida g'uyuldab yuradigan salma, patmuchuqlarga, anda sanda uchraydigan paxmoq to'g'raqliqlarga qarashqa hapsilan bo'lmay, musibatdagi g'azidadek kayfiyatda mangdim. Taksichi bilan kagicha obdan paranglashgan edik. Hatto xili chiqishib qolgandek qilgan. Mana endi mening birdinla butlashib qolganim uningga tushuniksiz kelmoqda edi.